Ba'zilar buzuq fikrlari bilan bunday deydi: Nabiy sollallohu alayhi vasallamning vazifalari Qur'onni yetkazish xolos. U zotning sunnatlari, ko'rsatmalari yo'q. Shuning uchun faqat Qur'oni Karimga itoat qilish vojib. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik yuzasidan na sahobaga va na keyingi ummatga vojib. Biz aytamizki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning vazifalari Qur'oni Karimni yetkazish bilan cheklanmaydi. Balki oyatlarning asl ma'nolarini tushuntirib berish, tafsir qilish, izohlash, to'la va mukammal ravishda anglatish hammasi Nabiy sollallohu alayhi vasallamning vazifalari bo'lgan. Bu vazifalar esa faqatgina hadislar orqali ado topadi. Biz Alloh taoloning oyatlarini to'la, mukammal va mufassal tushunishimiz uchun hadislarga muhtojmiz. Bu haqda Qur'oni Karimda dalillar bor.